Assalomu alaykum qadrdonlar. Demak, PLC ni o'rganishda davom etamiz. Bu darsimizda ASP Pro versiya 3 ikinchi PLC haqida gaplashamiz va bu bizning darsimizni ikkinchi qismi hisoblanadi. Hop, o'tgangi darsimizda qanday o'rnatish, ko'chirib olish va ishlatishni ko'rib o'tgandik. Endi bu darsimizda kirish qismi hisoblanadi. Biroqda proyekt yozib ko'ramiz. Hop, mavzusi M-rellar, ya'ni markerlar, internal relay va motorni boshqarish deb nomladim. Bu esa umumiy mavzu hisoblanadi. Hop, mana o'sha aytgan Xinjiimiz, ya'ni Xinji Xitoyda Xinji PLC'si. Hop. Buni ishlatadigan programma mana bu. Bu programma. Hop, kiramiz. Mana shu holatda ochiladi programmamiz. Bu qisqacha tushuntirib o'taman programmani. Bu proyekt qismi, ya'ni proyektni PLC tipi, nima bor, nimalar bor, statusi, konfiguratsiyasi, hardware nastroy qiladigan daraxt qismi hisoblanadi. Bu instruction class desa nima? Instruksiyalar. Ya'ni nimani ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'sha haqida ma'lumotlar bor. Hop. Ko'proq biz bu yerda foydalanamiz, bu yerda ishlatamiz. Undan yana tashqari bu qism bor. Ya'ni PLC ladder diagram, ya'ni ladder tilida, ladder ko'rinishida yozish PLC'ga. Bu shu yozish oynasi, ya'ni PLC yozish oynasi. Bu yerda esa mana bu yerda kerakli elementlar joylashgan. Mana bu qismda, bu qismda esa o'sha funksiyalarni, programmani va yuklash, ko'chirib olish, start stop qilish, blok qo'yish, monitoring qilish, portini tekshirish mana. Undan tashqari tepada mana file, edit, search, view, ko'rinishlarni sozlash, bu yerda onlayn qilinadigan ishlar, konfiguratsiyalari, option, window va help yordam qismlari mavjud. Endi bularni qaysi paytda qaysi ishlatilishini dars davomida ko'rib o'tib boraveramiz. Hop, bugun markerlar bilan tanishamiz dedik. Marker qayerda turadi bu? Mana aytasizlar, mana bu yerda mana command edition degan joy bor. Kirsalaring bu yerda all tipdagi taglar, kirish chiqishlari ko'rsatiladi. E'tibor beringlar, mana M bu marker, mana M ni chegarasi programmada ko'rsatilgan. Hozir uni ham ko'rsataman. Har bitta versiya uchun alohida chegara va bu yerda yana bitta bor M800, ya'ni 8100. Bu o'sha aynan shu PLC ga xos bo'lgan marker. Faqat o'sha qaysi M8000 deb yozilgan bo'lsa, faqat mana bu yerdagi vazifasini ko'rsatgan. Ya'ni aniq vazifaga ega bo'lgan marker hisoblanadi. Bu esa biz foydalanadigan rezervdagi relaylar, rezervdagi taglar hisoblanadi. Mana ko'rsatib o'taman. Mana marker internal relay, mana M ni ko'rib o'tyapmiz. Bularni mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Bu yerda e'tibor beringlar. Mana M dan mana M 2999 gacha bu biz ishlatadigan asosiy markerlar hisoblanadi. M 3000 dan bu qismi esa o'sha 3000 dan 7099 gacha ham aynan xususiy hisoblanadi. Xususiy markerlar bular ham ishlatiladi. Bu degani M0 dan M7999 gacha, ya'ni 8000 ta markerdan foydalansalar bo'ladi, ishlatsalar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari maxsus markerlar bor. Hozir gaplashib o'tganimizdek, M8000 dan bu tomongacha, ya'ni M8767 gacha, 768 ta marker bor, xususiy markerlar hisoblanadi. Xo'p. Nima degani bu xususiy? Xususiy degani hozir mana proyektga kiramiz. Mana bu xususiy markerlar hisoblanadi. Har bittasini o'zining vazifasi mavjud.
Masalan, birinchisi working normal on call, normal on, ya'ni ishga tushgan paytda doim 1 signal berib turadi. Bu ishga tushgan paytda doim 0 signal berib turadi. Mana shu holatda ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda agar batareykasi bo'lsa, batareykasi haqida bizga anaqa berib turadi. Bormi yo'qmi o'sha haqida ma'lumot berib turadi. Undan tashqari bu yerda juda ham ko'p interruptlar bor, overtime use programma deyiladi. Mana ketavergan komportlar haqida ham ma'lumotlar, pulse va mana pastga tushib ketavergan, xohlagan paytda xohlagan ishlatsa bo'ladi. Lekin hammasini o'ziga yarasha vazifasi mavjud. Hop, bundan tashqari mana aytdik, bizga hozir mana S360 turibdi. Bitta onlayn qilamiz. Onlayn ko'rsak, agar hozir o'chiq turibdi, ko'rsataman. Mana o'chiq turibdi, yoqaman. Yonyapti. Xo'p, yondi. Mana connect to PLC, okay. Mana bu yerda ko'rinadi connection va tipi. Hammasi ko'rinadi, lekin hozir bu yerda tip to'g'riga yo'q, chunki proyekt yozganimiz yo'q. Proyekt yozganimizda o'zi xatolik ko'rib chiqadi. Shu holatda mana upload qilsak bo'ladi. Agar proyektimiz ochiq bo'lsa, uploadni bosdim. Mana ichida nima bor bo'lsa, mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, upload qilganimdan keyin hamma yo'q. Mana XS32 talik va holati run turibdi. Xo'p, mayli, bu turaversin. Mana bu yerda gaplashadik markerlar bilan. Markerlarimiz o'sha 0 dan 7099 gacha bo'lishi kerak. Mana e'tibor beringlar, 7099 tugadi. Bu shu yergacha ishlatiladi degani. Keyin X va Y haqida gaplashamiz. Mana e'tibor beringlar, agar X va Y lar birortasi ishlatilgan bo'lsa, ya'ni PLC lat ichida mana bunaqa rangga o'tib qoladi. Mana Y da ham shu holat. Markerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar birorta marker ishlatgan bo'lsam, programmamda mana bunaqa holatga o'tib qoladi. Ya'ni ishlatilganligini bildiradi. Bu yerda bemalol kommentariy yozib, komment yozsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi bitta proyekt ko'ramiz. Ya'ni buni chiqib ketamiz. New yangi proyekt ochamiz. Modelimiz HS2 32 talik, HS3 32 talik. Okey. Mana bunda lekin qaysi holatdalik ko'rganimiz yo'q. Birorta motorni boshqarish uchun proyekt qilamiz. Mana ikki nuqtali virgul qo'yib, motor deb yozsak, kommentariy hisobida o'tadi. Mana kommentariy bo'ldi. Endi ochiq kontek, yopiq konteklarni bu yerdan qo'shsang bo'ladi yoki bu yerda o'ziga LD deb yozsang bo'ladi. Mana buni yaqinlashtirsak, qanday turishini ko'rsatadi. Masalan, LD M0 marker ishlatmoqchiman. Mana LD M0 marker paydo bo'ldi. Endi yopiq kontagiga M1 da ishlataman. E'tibor beringlar, birorta kommentariy yo'q. Kommentariy qo'yganimiz yo'q. Kommentariyasi yo'q. Hop, endi signalga masalan Y0. Bunda ham kommentariy yo'q. Mana. Hop. Endi bitta start bosganda ushlash kerak. Stop bosganda qo'yib yuborish. Qo'yib yuboradigan qilish uchun mana bu yerdan yana bitta ochiq kontakt va Y0 bu yerga yozamiz. Bu yerdan esa qo'shib qo'yamiz. Mana e'tibor beringlar, kattaroq ko'rsatay. Bu proyektimiz hozir start bosganimizda Y0 yonadi, qachonki M1 stopni bosmaganimizcha. Endi bunga kommentariy yozsa bo'ladi. Mana X ga kirsak, X da hech narsa ishlatmadik. Y0 ga kiramiz. Mana Y0 da bitta ishlatganmiz. E'tibor beringlar, Y0 ko'rinib turibdi. Endi bunga motor deb yozdim. Endi markerga o'tamiz. Mana marker 0, bunga start. Bunga esa stop.
endi latga qaytamiz. Mana e'tibor beringlar, yozdim, lekin kommentariya chiqmadi. Sabab bu yerda kommentni ko'rsatish degan narsani belgilab qo'yish kerak. Show water, show history, show comment yozgan joyini bilan tanlasangiz, mana bu yerda kommentni ko'rsatyapti, start, stop va motor. Xo'p, endi yuklaymiz va kameramizni yoqamiz. Yüklash. E'tiborlar. Okey. Mana bu yerda run holatdan chiqdi va yuklangandan keyin qaytib run holatga o'tkazib qo'yish kerak. Run turgani yo'q. Mana bu yerdan. Mana yana bu yerda ham ko'rinadi. Mana stop turibdi. Bu yerda bitta bossak, mana bu run holatga o'tish kerak bo'ladi. Mana startni bosdim. Mana run holatga o'tdi. Xo'p, endi mana markerda masalan, mana shu markerda ishlatib ko'rsak bo'ladi. Mana set bit array m0 on. Mana yondi. Ya'ni signal bor. Buni off qo'ysak ham signal yo'qolmaydi. Ya'ni bitta bosib qo'yarsangiz, hozir ushlab qoladi. Ya'ni triggerga o'xshagan bo'ladi. Xo'p, kamerada ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar, mana nolimiz yonib turibdi. Hozir o'chirib ko'raman. Mana o'chirish. Bunga ham 10 bersam o'chish kerak. Mana o'chdi. Bundan off qo'yaman. Mana ikkala holatda, mana normal holatda bundan signal o'tmaydi, normal holatda bundan signal o'tib turadi. Shuning uchun mana shunaqa belgi turibdi. Yana bitta on qilaman. Mana shu holat off va on o'chdi. Endi o'rniga boshqa markerlar qo'yib kerak. Masalan, hali aytganimizdek M8000 da. Normal doim 10 turadigan markerimiz. Qo'ydim va yuklayman. Yes. Ya'ni постоянно yonib turish kerak bo'ladi bunda. Mana stop turibdi. Start qilamiz. Mana постоянно bor signal. Endi buni bosib 10 bersak o'chadi. Lekin yana off qilsak, yana qaytib yonib qolaveradi. Chunki постоянно signal berib turibdi doim. O'zgartiramiz. M8001. Bu normalni yopiq, ya'ni signal bermasligi degan signal bermaydigani bu. Yoqamiz. Mana signal bergan yo'q, bu обычный marker hisoblanadi. On, off. Endi yana o'rniga mana bu yerda boshqa markerlar bor. Mana puls, bir marta puls beradigan marker. Mana ishlatilgan bo'lsa, mana ko'rinadi, aytganimizdek. Mana bir marta puls beradigan, ya'ni bir marta signal beradigan marker hisoblanadi bu. Buni ham qo'yib ko'ramiz. Masalan, 802. 8002. Okey. Yuklaymiz. Rangga o'tkazamiz. Va off. On. Stop va start. E'tibor beringlar, nimaga yonib qolyapti? Chunki bitta puls beradi, bo'ldi. Shuning uchun yonib qolyapti. Bu degani o'sha bitta puls beradi, ushlab qoladi. Ushlaydigan bo'lsa, mashq holatda ushlab qolish kerak. Bu haqiqatan logikamiz hozirgi vaqtda to'g'ri ishlayapti. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat. Kimgadir yana qandaydir savollar bo'lsa, bemalol aloqa qilish mumkin. Yana qo'shimcha sekin o'rganishda davom etib ketaveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.